Assalomu alaykum, ummat kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan chechkimiz eyiq bilan tulki. Bir dehqon yer ag'dirib etib, itiga achchiqlanib, "Yaxshi ishlamaydigan bo'lsang, seni eyiqqa tashlab berman" debdi. Yo'ldan o'tib ketayotgan bir eyiq bu gapni anglab qolib, nihoyatda yayrab ketibdi-da. "Undaqda men yevatsam bo'lgudek" debdi. Bu gapni anglab dehqonning ko'ngli nihoyatda yerim bo'pti. U eyiqqa yerini ag'dirib bo'lgandan keyin andin etini yeyishni aytibdi. Eyiq xo'shallik bilan ma'qul bo'pti. Bir tulki bu yerga kelib dehqonning g'amgin chiroyini ko'rib, nima ish bo'lganligini so'rabdi. Dehqon boyagi ishlarni uningga so'zlab beribdi. Tulkining uningga ichi og'ribdi. Tulki: "Qo'rqma, men u eyiqqa taqabul tura olayman. Biroq sen menga nima berasan?" debdi. Dehqon: "Ish tugagandan keyin men senga bir qancha to'xu beraman" debdi. Tulki so'zini tugatibla etis bo'yidagi daraxtzorlikning ichiga yoshirinib ketibdi. Yilqi eyiq kelib turishiga tuyuqsiz daraxtzorlik ichidan qo'ng'iroqning jiringlagan ovozi anglanibdi. Eyiq: "U nimaning ovozi?" deb so'rabdikan. Dehqon: "Shahzoda eyiq ovlayotidi" debdi. Eyiq qo'rqib ketib: "Sen hargiz meni tutib berma. Men etingni yemayman" debdi. Dehqon: "Yo'q, men seni ovchiga tutib bermayman" debdi. Dal shu chaqda tulki daraxtzorlik ichidan: "Hey dehqon, sening yoningdagi al qora narsa nima?" deb vo'rqirabdi. Eyiq alvrab tenab: "Sen uningga daraxt ko'tiki degan" debdi. Dehqon: "U daraxt ko'tiki" debdi. Tulki yana: "Undaqda sen uni nimishqa kesib etmaysan" debdi. Eyiq past ovozda: "Meni yiqitib o'tgan" debdi. Dehqon uni yiqitib etibdi. Tulki yana: "Hamoqat nima ekansan? Undaqda u daraxt ketikini nimishqa chanangning ustiga bosmaysan" deb vo'rqirabdi. Eyiq past ovozda: "Chopson bosqin" debdi. Dehqon eyiqni yudib, uni chanining ustiga besibdi. Tulki yana: "Rastul hamoqat ekansan. Nimishqa uni chanaga bog'lab qo'ymaysan? Bo'lmasa, u o'rib tushmandi" debdi. Eyiq dehqonga: "Uning deganidek qilgin, ammo bek chang bog'latmagan" deb yolvuribdi. Dehqon eyiqni mahkam bog'labdi. Tulki yana ochiqlanib: "Men senga hammani o'rgatamdiman. Sen bu boshqalarga o'xshash paltani elib, uni chanayotmamsan" debdi. Eyiq qattiq cho'chib, dehqondan o'zini chanayotmaslikni o'tinibdi. Lekin dehqon uni chanab o'ltirib etibdi. Tulki daraxtzorlikdan chiqib, dehqon bilan uning uyiga to'g'ri olmoqchi bo'lib minibdi. Dehqonning uyiga oz qolganda dehqon tulkiga: "Sen bu yerda saqlab tur. Men to'quvlarni tutib kelay. Bo'lmasa, to'quvlarim seni ko'rsa qo'rqib kechib ketadi" debdi. Dehqon bir quruq tag'arni olib kelib tulkiga: "Sen tag'arning ichidan o'zing elib ol. Tag'ardan chiqarsam to'quvlarim qechib ketadi" debdi. Tulki xushal bo'lib tag'arning ichiga kiribdi. Dehqon tag'arning og'zini darhol etibotdi. Tulki tag'arning ichida turib: "Sening menga bergan haqqing mushumi?" debdi. Kichik do'stlar, bugungi chechkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.